Uyghur ruhi Gülcehre. Abdori Mevlan Yasin. Mikrofonda Aksalam Niyaz Uyghur. Ben bu kichikini salımımni ve tebriklerimni singlim Gülcehre Hocaga yollayman. Amerikada minnatdorlik bayramining yaqinlashishi bilan 11 ayning oxirigacha 2019 yillik topshirib olgan proyektlarning tamomlashish ahvoli va sonliq ma'lumotlarning xulosasi dokladlarini yozib tamomlash besimida shanba, yakshanba kunlarimi ishlab ketdim. Singlim Gülcehrening Sergahi Magnitsky kishilik huquq mukofotiga erishganligini tabriklab, Uyg'ur xalqi uchun qilgan alohida xizmatlariga minnatdorligimni bildirib, qisqa bo'lsa-mu bir narsa yoza olmay ketdim. Minnatdorlik bayrami sababli berilgan 4 kunlik dam olish menga bu fursatni yaratdi. Sergahi Magnitsky aslida bir idealistik yosh Rus advokat bo'lib, Rossiya amaldorlarining g'oyat zo'r boj xiyonatlarini fosh qilganda, Rus amaldorlari gunohlarini yepish uchun 2008-yili Magnitskyni turmaga tashlagan. 1 yildan keyin 37 yoshida turmada o'lgan. Sergahi Magnitsky kishilik huquq mukofoti 2015-yili barliqqa kelgan bo'lib, bu mukofot Sergahi Magnitskyning ruhini ilgari surish uchun xalqaro adolat va kishilik huquq sohasida ahamiyatli o'zgarish akagan siyosatchilar, muxbirlar va faoliyatchilarning kishilik huquqqa munosabatli xizmatlarni qilish jarayonida ko'rsatgan boturligini taqdirlaydigan mukofot. Singlim Gülcehrening bu mukofotga muyassar bo'lishi Amerika hukumatining iqtisodiy yordam bilan qurilgan va dunyoga tunilgan xalqaro radio televiziya stansiyasi Erkin Osiyo radiosining oliy darajalik muxbir bo'lish salohiyati bilan yillardan beri harmay talmay Xitoylarning Sharq Turkistondagi oilasiga ziyonkashlik qilish orqali paydo qilgan alohida besimga tez pukmay va kundalik degidak yetkizgan ruhiy qirg'inchilikqa bardoshlik berib, Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni va Uyg'urlarning kishilik huquqining xorlanish ahvollarini dunyoga davomli va unumli oshkorlab kelgan qahramonlik ish faoliyatlarining xalqaro e'tirof qilganligini bildirdi. Şunun bilan bir vaqtda Erkin Osiyo radiosida Uyg'ur bo'limi bo'lishning qanchalik cho'ng ahamiyati borligini ta'kidlaydi. Gülcehre bilan bir vaqtda mukofotga erishgan Amerikaning danglik kundalik gazeti Washington Post'ining to'kpikor obzorchisi Saudiya hukumatini tanqid qilganligi sababli 2018-yili İstanbuldagi Saudiya konsulxonasida vahshiy o'ldirilgan Jamal Qoshiqchi qatorliq dunyoga tunilgan arboblar bor. Jamal Qoshiqchining vahshiy o'ldirilishi bu mukofotga erishish uchun muxbirlarning qanchalik jafo mushaqqatga va xatarlik to'saqlarga duch kelganligini bildirdi. Gülcehrening bu mukofotga erishishi dunyo o'rtaq qabul qilgan botir muxbirlar qatorida Uyg'urlarning o'rin olganligini ko'rsatdi. Gülcehre orqali yer shariga tarqalgan Uyg'ur ovozining ishonchlik va haqiqiylik darajasi yuqori bo'ladi va xalqaroning diqqatini qo'zg'aydi. Dunyoga tunilgan Erkin Osiyo radiosining bir oliy darajalik muxbir salohiyati bilan boturlarcha qalamini to'xtatmay tavritib, radio va televizorda kunlik xabar berib, bu sababdan Sergahi Magnitsky kishilik huquq mukofotiga erishishi Gülcehreni Uyg'urlarga tunishliq qahramon obrazini dunyo e'tirof qilgan va minnatdor bo'lgan namunaga aylantirdi. Bu Uyg'ur ovozining dunyoga texmo unlik va unumli tarqalishida ahamiyatli rol o'ynaydi. Esimizdan chiqib ketmasin. Amerika hukumatining bevosita iqtisodiy yordam bilan xizmat qilayotgan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining rolini hech qanday Uyg'ur torlari to'ldira olmaydi. Uyg'urlar qurib chiqqan sifatlik torlar kundan kunga ko'payayotgan bo'lsa-mu, bu torlarning ta'siri kuchi Uyg'urlar ichidan olqib ketilmaydi. Bu kuch Erkin Osiyo radiosidek dunyoga tunilgan torlardan paydo bo'ldi. Amaliyotmi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi G'arb dunyosida birdan bir qabul qildigan haqiqiy axborot agenti.
1843 yıldan tartib xalqaralıq xəbər, siyasət, soda setiq, maliye, texnika qatarlıq sohalarda nopusluq göz qarash və fikirlərini nəşr qılıb kelavatqan dağlıq iqtisadshunos TH Economist namlıq həftəlik jurnal 2019 yılı 10 ayının 24 günü maqala e'lon qilib, Erkin Asiya Radiosi Uyg'ur bölümüge mundaq baho berdi. Uyg'ur tillik muxbirlarni xizmatga elish orqali Erkin Asiya Radiosi pulni yetkazolmayotgan savdoga oid axborot sohasi qilolmaydigan ishni qila oldi. Uyg'ur tilini ishlatish orqali Xitoyning Xinjiangdagi maxfiyatni saqlash tomlaridan o'tib, yerlik uchurlarni sug'urib chiqdi. Bundaq nopusluq jurnalning yuqori bahosiga erishish osonligiga to'xtamaydi. Bunun bir tipik misali Erkin Asiya Radiosining muxbiri Shuhrat G'ushur nurg'un shak shubhasiz uchurlarni Sharq Turkistondan tatlab chiqib xalqaroda fosh qildi. Hammamiz natijalarga erishishni umid qilamiz. Lekin bundaq oilamizga va o'zimizga tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan, kishining ishongusi kelmaydigan va ro'yi qirg'inchilik akildigan qattiq jabr zulm orqali bir mukofotga muyassar bo'lishni zodi o'ylamaymiz va xohlamaymiz. Bu yo'l orqali mukofotga erishish uchun bir odamning millatiga bo'lgan cho'nqur muhabbati va hissiyoti bo'lishi kerak. Xavf xatar oldida jon pido qiladigan ruhi bo'lishi kerak. Mangmoqchi bo'lgan yo'lda qat'iy bo'shashmaydigan va tavranmaydigan irodasi bo'lishi kerak. Xuddi Gulchehra bu mukofotni olganda so'zlagandek, bir muxbirning vatanida yuz berayotgan kishilik huquqqa dafsanda qilayotgan sanoqsiz ahvollarni xotirlash va hujjat qilib saqlash bu muxbirning o'zini ziyonkashlik o'qiyasining nishoni qilib qo'ydi. Biz bir diktatorni targ'ib qilguvchi hokimiyatning ayrim nishoni bo'lib qolganda, sizning butun oila va urug' tuqqanlaringizni jazo lageriga tashlash orqali sizning sukut turishingizni majburlaydi. Bu bir yengili bo'lmaydigan azob qayg'u. Bu odamni tamoman vayron qilib tashlashi mumkin. Lekin men shuni his qildimki, bundaq psixologiyalik qiyin qistoqqa bardoshlik bilan qarshi turish sizni bir azob qayg'uning bisimiga oson taslim bo'ladigan odamdan bir barliqini qurbon berishga iroda qilish orqali bir diktator hokimiyatga qarshi turadigan kuch-quvvat o'zingizni turaqlashgan insonga aylantirdi. Men va xizmatdoshlarim shuni aniq bilamizki, mayli qanchalik to'sqinlikqa yoki avargarchilikka duch kelishimizdan qat'iy nazar, haqiqatni davomli oshkorlashning jiddiy va halqiliq roli bor. Gulchehra bu naql orqali o'zining qahramon obrazini bayon qilib qolmay, mushundaq xalqaroliq inovatga ega cho'ng mukofot sundu. Çoğ mukofot murosimida Uyg'urlarning kimligini va tez bukmaydigan irodasini uqtirdi. Bu Gulchehraning Uyg'ur xalqiga qilgan yana bir to'kpisi. Bu ham Erkin Asiya Radiosi Uyg'ur bölümünün Uyg'urlar qo'lidagi bir qudratli quroli ekanligidan bishorat berdi. Uyg'urlar hozirgidek irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan vaqtlarda bundaq alohida xalqaroliq murosimida alohida salohiyati bilan alohida mukofotni erishning alohida ahamiyati bor. Biz xalqaroliq yordam kuchini mushundaq bir-birlab yig'amiz. Torlarda kunda degidek ko'ryapmiz. Nurg'un Uyg'ur ayollar yig'inlarda so'zlash, fon to'plash, maqola yozish, guvohlik berish, namoyishlarga qatnashish, Uyg'ur madaniyat faoliyatlarini ilib berish, Uyg'ur maktablarini echish, tashkilotlarda muhim vazifalarni ustiga elish, mashhur kishilar va siyosatchilar bilan ko'rishish qatorliq odamni hayron qoldiradigan jasorat, iroda va sabrchanlik bilan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni dunyoga to'xtamay oshkorlab kelyapti. Sharq Turkiston xalqiga Xitoylarning vahshiy qirg'inchiligiga qarshi jur'at va ro'yi uzuqni beryapti. Shundaqla xalqarada Uyg'urlarga yordam kuchini yig'yapti. Nurg'un vaqtlarda ayollarning ovozi erlarning ovoziga qaraganda hassasiyat insonlarning yuragiga ta'sir qiladi.
Gulchehra Xo'ja naq mushu Uyg'ur ayollarga vakolatan bu mukofotni qabul qildi. Gulchehra Xo'ja shu dunyodagi Uyg'ur ayollar chashqan, kurashchan urug'dan echilgan bir g'uncha atirgul, bir g'uncha shirin gul, bir g'uncha rayhon gul. Gulchehra Xo'janing xalqaro sahnalarda guvohlik berish, nutq so'zlash, murojaat qilish, doklad yezish, xabar berish, Uyg'urlarga munosabatli faoliyatlarga aktiv qatnashish, muloyim va kamtarlik bilan insonlar bilan chiqishish, qatorliq shaksiz fazilati va mijozi bilan cho'lpon obrazi tiklandi. Google'ga Gulchehra deb kirgizsam, Gulchehra bilan suhbat qilgan, Gulchehraning so'zlarini isbot qilib ishlatgan va xizmat ustida har xil qiyofatda o'ltirib tushgan rasmlari bilan tang xabar bergan, buning orqali Sharq Turkiston xalqining Xitoylarning turimlariga tashlangan xabarlarni bergan danglik gazetlarning, televizorlarning, radiolarning va torlarning sonining ko'pligida bir necha kun o'qibmi tugatalmadim. Va mushu yozmaga ishlatmoqchi bo'lgan qisman uchurlarni ratlab chiqishimga 5 kun vaqtim ketdi. Bundaq cho'ng medialarda bundaq ko'p xabar bergan va qilgan so'zni dalil qilib ishlatgan Uyg'urlarning sonini barmoqda sanab olg'ili bo'ladi. Bu Gulchehraning Uyg'urlarning davosida qanchalik cho'ng rol o'ynaganligini tushundirdi. Gulchehraning Erkin Osiyo radiosining bir oliy darajalik muxbiri bo'lgan salohiyati Uyg'urlarning ishini dunyoga tunishtirishda cho'ng rol o'ynadi. Agar Gulchehra Erkin Osiyo radiosining bir oliy darajalik muxbiri bo'lmagan bo'lsa, g'arb dunyosida bundoq cho'ng ta'sir ko'rsatolmaydi. Gulchehra o'zining alohida o'rnini va bu o'rin bilan tang kelgan xalqiga bo'lgan majburiyatini, mas'uliyatini va javobgarligini tushundi, qabul qildi va ijro qildi. Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limining rolining qanchalik cho'ngligini isbotlaydigan yana bir misol Erkin Osiyo radiosi muxbiri Shuhrat Ushur yaqinda bergan Kucha turmisida 150 dan ortiq odamning o'lganligi to'g'riliq xabar axborot sohasida va siyosiy faoliyatchilarda cho'ng g'ulg'ula keltirdi. Chunki Erkin Osiyo radiosining xabarini dunyo ishonchli deb qabul qiladi. Amerikadagi danglik gazet Washington Postasi muharrir betining tahriri Fred Ehad 2019 yili 12 oyning 1-kuni bosh maqola e'lon qilib shundoq yozdi. Shuhrat Ushur 2019 yili 10 ayning 29 kuni Kucha noyisining Yangi rayoni 1-nomerlik lagerda 150 odamning o'lganligiga dalil berdi. Bu 2017 yildan tortib lagerda zo'r miqdorda odam o'lganligi to'g'riliq berilgan tunji isbot. Agar bu xabar boshqa Uyg'ur torlarida berilgan bo'lsa, dunyoning uningga diqqatini berish ehtimoli nihoyatda to'van bo'ladi. Tövende men torlarni izlash jarayonida nopusluq medialarda Gulchehra bilan bog'langan uchurlarni ratlab o'tib, xotir qoldirgan bir necha misollarni so'zlab o'tay. 2019 yildagi Sharq Turkistonda va Xitoyning Guangdong o'lkasida yuz bergan qonliq voqeadan keyin Uyg'ur ayollarining Xitoy soqchi va armiyasining oldida mushtumlarini ko'tarib g'azab bilan tovlagan ovozi va ko'rinishlarini surat, sinlintisi, anglitish vositalari bilan tushunishlik va talto'kis ishlagan Erkin Osiyo radiosining Xinjiangning yerim osmini degan projekti 2010 yillik Gracia Awards degan mukofotni olgan. Bu projektni ishlashga Gulchehra qatnashgan. Bu mukofot faqat barliq media va ko'ngil ichish vositalarida ayollar ijod qilgan, ayollar uchun ishlagan, ayollarni mazmun qilgan va ayollarning ulgulik rolini tiklaydigan projektlarga beriladigan xalqaro mukofot.
Bu mukofotni televiziya ko'p qismli teatrda oltin mukofot olgan va NBC'ning naq maydon programmasiga riyosatchilik qilgan Sandra Oh, MS NBC televiziya xabarlar programmasiga riyosatchilik qilgan dаңlıq riyosatchi Rachel Maddow, tunulgan naqshchi, artist va film ishlaguvchi Connie Britton qatorliq mashhur ayollarga berilgan. Erkin Asiya Radyosu'nun programmasiga mukofot berilgan xabar CNN, Discovery, SBS qatorliq eng cho'ng televizorlarda tarqatilgan. Gülchehra bir Uyg'ur ayol muxbir salohiyati bilan bu mukofotni elishda o'ziga tegishli to'kpisini qo'shdi. 1835 yildan tortib xabar berib kelayotgan va bosh shtabi Parijda bo'lgan Fransiya axborot agenti 2018 yili 3-oyning 5-kuni Gülchehra bilan suhbat olib bo'lgandan keyin Xitoy Amerikalik muxbirlarning oila a'zolarini tutqun qildi degan temada e'lon qilgan maqolasida Gülchehraning Erkin Asiya radiosi mening ovozsiz xalqimning birdan-bir ovozi. Başqalar vaqtini chiqarib xabar anglaydi. Mening xalqim hayotini qurbon qilyotidi degan so'zlarni ishlatgan. Başqalar vaqtini chiqarib xabar anglaydi. Mening xalqim hayotini qurbon qilyotidi degan so'zlarni ishlatgan. Bu maqola ABS, CBN, Tribune qatorliq dunyoga tunilgan torlarda va gazetlarda Gülchehraning atrang chapan va chaqmoq hijob kiygan, bir necha gullar tizilgan va stakonga bir tal choy chilab qo'ygan xizmat ustuli oldida mardona o'ltirgan rasm bilan besilgan. 2018 yili 5-oyning 3-kuni Germaniyaning xalqaro ommaviy televiziya va radio torining ziyorat qilishida Gülchehra Xitoy bexatarlik idorasi 20 dan ortiq urug' tuqqanlarimni qo'lga olish orqali o'ziga besim ishlatayotganligini va bu tahdidga tez bukmay davomli dunyoning diqqatini Uyg'ur masalasiga markazlashtirish uchun Sharq Turkistonga munosabatli xabarlarni to'xtamay berdiganligini va Xitoylarning qonunsiz qilmishlarini davomli oshkorlaydiganligini aytgan. Bunun orqali bu televizor va radio tori Gülchehra degan bu bir Uyg'ur ayol muxbirning tiz bukmas ruhini German xalqiga tunishtirgan. 2018 yili 7-oyning 28-kuni Amerika palatasi anglitish yig'inida Gülchehra Urumchidagi ota-onasi va urug' tuqqanlarining qo'lga ilingan jarayonni suratlab berish orqali Sharq Turkistonda Xitoylarning yurgizayotgan qo'rqinchli vaziyatini oshkorlagan va Xitoylarning tahdid va shumliqiga bosh egmaydigan irodasini bayon qilgan. Amerika grajdani bo'lgan bir muxbirga Xitoylarning bundoq zo'rliq ishlatganligi Amerika palatasida qattiq norozilik qo'zg'agan. Gülchehraning botur ruhi palata a'zolarining maqtishiga erishgan. 2018 yili 9-oyning 22-kuni Mehrigul Tursunning Amerikaga kelishi Amerikadagi Uyg'urlarning davosiga cho'ng ilgirlash paydo qildi. 2018 yili 10-oyning 26-kuni Mehrigul Washingtondagi muxbirlar va kasbiy axborotchilar uchun qurilgan Davlat muxbirlar klubi degan kasbiy tashkilotda guvohlik berdi. 2018 yili 11-oyning 28-kuni Mehrigul tarjimon orqali Davlat Majlisi Kengash Davlat Majlisi Kengash palatasida Xitoydagi sarguzashtlari to'g'riliq bir necha qatim guvohlik berdi. 2018 yili 12-oyning 22-kuni Mehrigul Fuqarolar kuchi mukofotini oldi. Mehrigulning guvohlik berishi Amerikadagi Uyg'urlarning davosini biroqla Amerika palataning kun tartibiga aylantirgan tarixiy ahamiyatli voqea. Mehriguldek Amerikada Sharq Turkiston davosiga cho'ng ta'sir ko'rsatadigan bir go'harni qizib chiqishda va Amerikaga akilishda Gülchehra cho'ng rol o'ynadi. 2018 yili 6-oylarda Gülchehra Facebook orqali Mehrigul Tursun bilan aloqalashib, yo'l mengib Amerikaga akilishning imkoniyatini yaratdi. Mehrigul yangi kelganda Gülchehraning uyida turgan. Dastlabki guvohliklarning o'rinlashtirilishida Gülchehra aktiv rol o'ynagan.
Qisqartib aytsak, Mehrigulning Amerikadagi Uyg'urlarning davosiga qo'shgan cho'ng to'kpisida Gulchehra vositalik holda ahamiyatli xizmat ko'rsatgan. 2019 yılı 3. ayının 27. günü Amerika Devlet Sekreteri Mikail Pompeo, Gulchehra Xo'ja, Mehrigul Tursun, Firqat Javdat ve Arafat Erkin'den ibaret 4 kişini qabul qilib, bularning Xitoy hukumatining kishilik huquqini dafsanda qilgan qilmishlarini oshkorlagan jasoratini maqtadi. Amerika hukumati Xitoy hukumatining islom va boshqa dinlarga ijro qilayotgan bostirishlarni to'xtatish uchun ilib borgan barliq harakatlarni qo'llaydiganligini bildirdi. Uyg'urlarga g'arb dunyosidan keladigan yordamlari mushundaq to'plashlarga to'g'ri keladi. 2019 yılı 4. ayının 3. günü Amerika'daki en çoğun televizor ve radyo anlatış torunun biri bolgan CBS'de Gulchehra'nın Uyg'urlarning zulm ostida yashayotgan ahvolini tunishtirib so'zlagan ovozini suratlik qo'yib berdi va Erkin Asiya radiosidagi ishxonasida o'ltirib Uyg'urcha xabar berayotgan ko'rinishni tarqatdi. Bu Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik xabarlarining Amerika xalqining va inglizcha tilda xabar anglaydigan xalqlarning uylariga, Facebooklarga, mashinasining ichidagi radiolarga yetib berishda cho'ng rol o'ynadi. 2019 yılı 4. ayının 10. gündən 12. kunigacha Amerikaning Nyu-York shahrida o'tkazilgan Dünya Ayollar Munbirining 10. navbatlik yillik cho'ng yig'iniga erkinlik uchun kurash qilayotgan Uyg'ur ayollarga vakolatan Gulchehra sharaf bilan qatnashib, Xitoyga nomus degan temada so'z qildi va muxbirlarni kutib oldi. Bu hozirgacha Uyg'ur ayollari qatnashgan eng oliy munbar bo'lib, Uyg'urlar duch kelayotgan insoniy krizis va masalalarning xalqaro kun tartibga kirishida muhim rol o'ynadi. Gulchehra 2019 yılı 4. ayının 11. günü Dünya Ali Derecelik Devlet Erbablari yig'inida Xitoylarning sistemalik holda Uyg'urlarga zulmet ilib berayotganligi haqida guvohlik berdi. Gulchehra'ning Amerikadagi bir oliy darajalik kasbiy muxbir salohiyati bu guvohlikning inovatiga gumon bilan qaraydigan bo'shliqni qo'ymadi. Gulchehra 2019 yılı 5. ayının 16. günü Amerika Palata kishilik huquq to'g'riliq doklad berishning xatarliklari temasida ilib borgan 3. qatimliq anglitish yig'inida 1 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqining turmaga tashlanganligi, Erkin Asiya radiosi muxbirlarining bu xabarlarni berganligi uchun Sharq Turkistondagi oilasi ziyonkashlikka uchrayotgan ahvolni konkret misollar bilan Amerika palatasiga jonliq va ta'sirli anglatdi. Bu palataning Uyg'ur kishilik huquq qonunini o'tishda aktiv rol o'ynadi. 2019 yılı 10. ayının 11. günü Iordaniya İslam Strategiya Tadqiqot Markazi bilan Amerikaning poytaxti Washingtondagi mashhur Georgi Town Universitetining Musulmon Xristian markazi birlashib nashr qilgan 2020 yillik ta'siri cho'ng bo'lgan 500 musulmon tizimligida Gulchehra o'rin oldi. Bu kitobda Gulchehrani mundaq tunishtirgan. Gulchehra Xo'ja Xitoydagi xilma-xil axborot sohasida dangliq shaxs edi. Gulchehra tunji Uyg'ur bolalar televiziya programmasi ishlagan va riyosatchi bo'lgan. Xitoylar Uyg'urlarga munosabatlik har qanday narsani bostirishga boshlaganda Gulchehraning obrazi medialardan manni qilingan. O'zimi davlatdan qochishga majbur bo'lgan. Gulchehra Gerçi 25 aile a'zosi qayta tarbiyalashga avatilgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning huquqi uchun to'xtamay so'zlab kelyapti. Qayta tarbiyalash lagerining maqsadi Uyg'urlarning kimligini ifodalaydigan barliq izdiraklarni yo'qotib, uning o'rnini Xitoy madaniyati bilan to'ldirish. Xitoylar bu siyosatni kengaytib, lagerga yo'llamagan Uyg'urlarning uylariga Xitoylarni o'rinlashtirgan. Bu o'rinlashtirishning maqsadi bo'lsa, Uyg'urlarning Xitoyga o'xshamaydigan har qanday qilmishlarini kuzatish va doklad yozish. Gulchehrani tunishtirgan bu yozma 2009 yildan tortib yillik nashr qilib kelayotgan 500 ta'siri eng cho'ng musulmonlar degan tizimlikka Uyg'urlarning birinchi qatim o'rin olganligini e'tirof qildi.
2019 yılı 12 ayının 1. günü Amerikadaki dağlıq günlük gazet Washington Poçtasının baş maqalı betining takriri Fred Hayat Xitoyning g'oyat zo'r tashviqot mashinasini bechit qilgan muxbirlar degan maqolani e'lon qilib, Sharq Turkistonda ilib borgan irqiy qirg'inchilikni tunishtirganda Gulchehraga alohida siya ajirtib shundoq yozgan. Agar Gulchehra va uning 11 xizmatdoshlari bu ishlarni oshkorlamagan bo'lsa, bu yangi asrdagi insonlarga ilib borgan eng chong jinoyatga e'tiborsizlik qilgan bo'lardik. Gulchehraning oktyabrning 30 kuni bergan doklati lagerda yuz berayotgan odamlarni tug'mas qilish, jinsiy asabiylik va boshqa qo'llanayotgan qiyin qistoqlarni oshkorladi. 2019 yılı 12 ayının 4. günü baş shtabi Londonga o'rnashgan xalqarалық kunlik gazet Maliya vaqti 2019 yılı dunyodagi ayollar sahifasiga Gulchehrani tavsiya qilib ko'rsatgan va Uyg'ur muxbir Gulchehra Xo'ja Xitoyning tutib turish lagerini oshkorladi degan maqolasi Gulchehraning hamma narsamdan ayrilish meni bu rahimsiz zulmga qarshi turish irodamni texmi kuchaytdi degan naqli bilan boshlagan. Gulchehraning kulrang chaqmoq chapan kiyib, kulrang yog'liq artgan muloyim rasm bilan davrni o'zgartgan ayollarga ko'rsatilgan ayollar qatorida tunishtirgan. Gulchehra yaxshi yoki yomon vaziyatlarda cho'lpon bo'lish uchunla dunyoga kelib, bu cho'lpon salohiyati bilan Uyg'urlarga xizmat qilish, Uyg'urlar ichiga saqlab kelgan yurak so'zni dunyoga anglatish, Uyg'urlarning umidining elchisi bo'lish, Uyg'urlarning yaralangan yuragiga da'vo izlash uchunla yaralgan xonim ekan. Fransiya axborot agentining tunishtirishicha va Gollandiyadagi Abdusalom Niyoz Uyg'urning diktorligidagi Uyg'ur guli degan asarning tunishtirishicha Gulchehra 11 yoshida televizorga chiqishga boshlagan. Yeshining ilgirilishi bilan bir necha mahsulotlarning bayonotchisi bo'lib ishlagan va san'at sohasida nurg'un mukofotlarga erishgan. Gulchehraning hayotidagi burilish nuqtasi bolalar programmasi ishlash va riyosatchilik qilishdan boshlangan. 1996 yılı 8. ayda Şinjan televiziya stansiyasida MDTX 23 yoshga kirgan bergidek qiya qoshlari ostida cho'lpondek ko'zlaridan nur chechib turadigan Uyg'ur ayollarining simovli bo'lgan va o'ziga ajoyib yarashgan atlas ko'ylakni kiygan, o'rib ikki yeniga tashlab quyuq qora chechi eqib tushgan beshiga chiroyli chiman do'pi kiygan, oy ko'rib qolsa o'z chiroyidan xijil bo'lib bulutlarning kayniga mukivlishga majbur bo'ladigan, atirgul ko'rib qolsa o'z jamolidan tortinib qo'rilib yuzini yepishga aldiraydigan bir farishta sifatli qiz. Assalomu alaykum suyimli kichik do'stlar, men sodiq do'stinglar Gulchehra degan xush ovozi bilan Uyg'ur bolalar televiziya programmasini ishlab chiqib va riyosatchilik qilganda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning suyunishiga, quvvatlashiga va olqishiga nihoyatda tez erishgan. Allohning eng go'zal farishtasi Uyg'ur qizlari ekanligini dunyoga bayon qilgan. Men Sharq Turkistondan Amerikaga kelgan Uyg'urlardan Gulchehraning bolalar programmasida Uyg'ur madaniyat aloyiligi bor kiyimlarini kiyib chiqishi Uyg'ur yosh qizlarga yaxshi ta'sir qilganligi, chiroyli va xushpuroq ovozdan chiqqan oddiy va go'zal so'zlar bolalarning qalbida tez o'rin olganligi, bolalar va ota-onalar tang o'ltirib tang huzurlanadigan mazmuni pokiz va mo'l bo'lgan bu programmaning Uyg'urlar eng ko'p ko'radigan programmaga aylanganligi, Gulchehra o'zimi Uyg'ur xalqi eng so'yinadigan cho'lponlarning qatorida o'rin olib, Uyg'ur guli deb tunilganligi to'g'riliq so'zlaganlarini anglagan edim. Gulchehraning Sharq Turkiston xalqining qalbiga cho'nqur singanligini his qilgan edim. Men Gulchehraning bolalar programmasiga riyosatchilik qilayotgan mezgillarda xalqlar bu qizga amroqligini ifodalagan misol izlab Rabiya Qodir xonimga telefon açsam, Rabiya Qodir xonim menga tövandagi ikki misolni so'zlab berdi. 2000 yılı yazda Gulchehra Uchturpondagi Qirmish degan bir namrat yeziga borganda bir bovay Gulchehrani ko'rib qilib, "Voy qizim, men sizni eBay televizorda ko'rgan edim. Bu yerda yurisiz-ku" deb xo'shal bo'lib salom beribdi ekan.
Gülchehra pichanga borganda bir umoq mo'may oldiga kelib, "Men sizlarni uyimda bir kutib olay" desam, vaqtlari yo'q ekan. Mushu o'g'loqni sizlarga atab qo'ygan, akatmislar zodi ko'nglim unumaydi deb Gülchehraga o'g'loqni tutqizib qo'ygan edi. Bu ikki jiroq yezdagi oq ko'ngil dehqonlarning oddiy hikoyalari Gülchehraning Uyg'ur xalqining qalbida qanchalik o'rin olganligini bildirdi. Bu ikki hikoyani anglab bo'lib Rabiya xonimga rahmat aytib, telefonni qo'yitishga intilsam, Rabiya xonim to'xtang, men yana bir hikoya aytib beray. Buni cho'qim yozmoqchi bo'lgan maqolaga kirgizing. Chunki Gülchehraning bolalar programmasini ishlash ilhomi mush hikoyadan paydo bo'ldi ekan, deb bu hikoyani boshladi. Gülchehra o'zi yolg'iz ayol, qolganlar erlar bo'lgan bir o'mak bilan Mahmud Qashqarning yurti Qirqbuloqqa borganda, bir kuni atrofi cho'l bo'lgan Jirg'ilonda mashrab qilib, erlar ancha-muncha ichishga boshlaydi ekan. Gülchehra neriroq bir yerda Coca-Cola ishkash rasm jijab o'ltirsa, bir 7-8 yoshlarga kirgan qiz qo'lida bo'p tutgan holda Gülchehraga 20 metr keldigan yerda o'ltirdi ekan. Gülchehra bu qizni 2 qatim chaqirsa, bu qiz kagili unumay beshini chayqaydi ekan. Shuning bilan Gülchehra bu qizning yeniga berib, "Siz mush yerda turamsiz, ismingiz nima?" deb so'raydi ekan. U qiz mush yerda turdiganligini, ismining bo'lsa Anorgul ekanligini deb berdi ekan. Gülchehra u qizdan "Nima uchun yenimga kelmaysiz?" deb so'rsa, u qiz Gülchehraning qo'lidagi Coca-Cola qarab, "Ichib bo'ldingizmi?" deb savol yondirdi ekan. Gülchehra paranglashish orqali bu qizning ahvolini biladi ekan. Dunyoga ma'rifat yetkazgan Uyg'ur Türk olimi Mahmud Qashqarning yurti bo'lgan Qirqbuloqda texi bir boshlang'ich maktab yo'q ekan. Aksi 30 kilometr keldigan yerda yotoqda yetib o'qiydi ekan. Aksining o'qish pulini tepish uchun oila bo'yicha tirishchanlik qiladi ekan. Bu qizmo ichimliklarning qutisini yig'ib pul topadi ekan. Agar akam yaxshi o'qisa, menga o'qish navbati keladi deb o'ylaydi ekan. Bu Anorgul degan kichik qizning hikoyasi Gülchehraga cho'nqur ta'sir qildi ekan. Gülchehra, "Men sinfda 10-20 bola o'qitdi ekanman. Lekin televizor orqali minglagan, 10 minglagan bolalarga yordam qila oladi ekanman" deb o'ylab, bolalar programmasi ishlashga bel bog'laydi ekan va o'zi riyosatchilik qiladi ekan. Mahmud Qashqarning yurtidagi amdi texi 7-8 yoshga kirgan, akisining o'qish pulini tepish uchun ichimlik qutilarini yig'ib yurgan bir kichik qiz bu bolalar programmasining kelib chiqishiga sababchi va ilhom bo'ladi ekan. Gülchehra bolalar programmasiga riyosatchilik qilish jarayonida yana Xitoy tilida bir qancha Xitoy televiziya kanallarida har xil programmalarda Uyg'urlarning vakili bo'lib riyosatchilik qilgan. Şu vaqtlarda Xitoyning radio va televiziya boshqarmasi tarafdan A darajalik riyosatchi deb taqdirlangan. Gülchehraning qadami g'arb dunyosining tuprog'iga tekkanda ideologiya va ideya jihatda qattiq silkinish paydo bo'lib, oldida yangi bir dunyo turganligini va bu dunyoning o'zini chaqirayotganligini his qildi. Lapildab turgan Sharq Turkistonning oy yulduzliq bayrog'i Xitoylarning mustamlikasiga qarshi kishilar qalbini hayajonga soladigan shuar va nutqlar Uyg'ur xalqining tarixi, an'anasi va ko'rishchan ruhini esiga soladigan va madiylaydigan Sharq Turkiston davlat maqsisi, Sharq Turkiston ichida anglashga va o'qishga imkoniyati bo'lmagan Xitoylarning Sharq Turkistonda ilib borgan g'oyat zo'r jinoyatlari, Uyg'urlarning ko'rishchan irodasi va fidokorlik ruhi. Gülchehraning ko'zi uchrashib qolgan har bir Uyg'urning Gülchehra, siz bizga ehtiyoj. Sharq Turkiston xalqi sizning talantingizga ehtiyoj deb pichirlagandek ovoz to'lqini ikki qulqining pardasiga to'xtamay urishi, bu ko'rinish, bu ko'zlar Gülchehraning qalbida bisilib qolgan millatiga bo'lgan suyunish volqonini portlatib etdi. Gülchehraning tomiridagi qiziq qonlar o'rkashlab oqdi. Gülchehra nurg'un ishlarni xiyoldan o'tkazishga va tez o'tkazishga majbur bo'ldi. Chunki bu yo'lga qadam qo'ygan hamon kayniga qaytish imkoniyati qolmaydi. Gülchehra bu erkin dunyoda o'zining talant va iqtidorini ishlatib, Sharq Turkiston xalqining erkinligi uchun fidokor yo'lini tanladi.
Gülchehra bu erkin dunyoda o'zining talant va iqtidorini ishlatib, Sharq Turkiston xalqining erkinligi uchun fidokor yo'lini tanladi. Gülchehra ota-ona va urug' tuqqanlardan ayrildi. Televizorning oldida o'ltirib so'zlarini va hikoyalarini anglaydigan kichik do'stlardan ayrildi. O'zi eng yaxshi ko'radigan tomoshabinlardan ayrildi. Her bir külümsirep menip çıkanda gülduras alkış sadaları yangraydigan katı sahnelerden ayrıldı. Çıraylık yasınıp dostları bilen külüp çakçak kılıp olturduğun şu ziyafet ve köngül içiş olturaşlardan ayrıldı. Yaxşı geplerini anca anlamaydigan, qilgan işlerine minnettar boludiganlar kem uçuraydigan, her bir dollarını asan tapmaydigan, qurban berish, ochiqni ichiga yutish, dardini to'kay desa, muңdishadigan odam topolmaydigan bu vatan davosining qaynimiga kirib ketdi. 2001-yili Erkin Asiya radiosiga qatnashgandan tortib, Gülchehraning yenik, yiqimliq, silliq tengshalgan, kuchlik to'lqinsimon ovozi televizor, radio, YouTube, Facebook qatorliq tarqitish vositalari orqali O'rta Osiyo, Turkiya, Yevropa, Kanada, Amerika, Yaponiya, O'rta Sharq qatorliq yerlarda tarqaq yashayotgan Uyg'urlarning quloqlariga yetib bordi. Gülchehra bergan har bir xabar yoki alayda ishlagan programmalari adil, haqqoniy, aniq, oddiy, to'g'ri, manbalik, qisqa tushunishlik qatorliq alaydiligi bilan Uyg'urlar qiziqib anglaydigan va ko'rdigan numurga aylandi. Uyg'urlarni ruhlandirdi. Uyg'urlarga umid berdi. Amerikadagi eng qudratli davlatning Uyg'urlarga sungan yordam qo'lini Amerikaning poytaxti Washingtonga o'rnashgan Erkin Asiya radiosidan chiqqan ovoz to'lqini orqali dunyoning bulung pushqoqlarida yashayotgan Uyg'urlarga yetkazdi. Albatta, Uyg'urlarning olqishiga erishdi. Gülchehradek Sharq Turkistonning ichida va sirtida bundaq uzun cho'lpon salohiyatini saqlab qolgan, o'smirlardan cho'nglarga qadar Uyg'ur xalqiga eng cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Cho'nglar ko'rsa singlim degisi keladigan, kichiklar ko'rsa hada degisi keladigan Uyg'ur muxbiri yo'q hisobda desam xatolashmayman deb o'ylayman. Gollandiyadagi Abdusalom Niyoz Uyg'urning diktorligidagi Uyg'ur guli degan asarning tunishtirishicha, bir tunilgan san'atkor oilasida cho'ng bo'lgan, qinida san'at geni bor bo'lgan Gülchehra dаңliq Uyg'ur usulchilarining bevosita tarbiyasini elish shart-sharoitiga va imkoniyatiga imtiyoz bo'la olgan. 11 yoshidan tortib sahnalarda usul o'ynab cho'ng bo'lib, keyin oltin mukofotni ichiga olgan nurg'un mukofotlarga erishgan Gülchehra Amerikaga kelgandan keyinmi Amerika Uyg'ur birlashmasi o'rnashtirgan Uyg'ur madaniyatini tunishtirish faoliyatlarida Uyg'ur bolalarga usul o'rgatib va sahnalarda o'yin qo'yib yaxshi natijalarga erishgan. Men Google'da Gülchehra degan so'zni izlasam, yuqorida yozib o'tganimdan boshqa Gülchehraning ismi bilan bog'langan, Gülchehrani tunishtirgan, Gülchehra bilan suhbat ilib borgan uchurlar nihoyat ko'p ekan va bu uchurlar tunilgan medialarda tarqatilgan ekan. Men izlagan uchurlar texi ingliz tili bilan cheklangan. Bu qatam Sergey Magnitsky kishilik huquq mukofotiga erishishi Gülchehrani Uyg'urlarning ichidagi hamma odamga tunishliq obrazni xalqaroliq obrazga aylantiradigan yo'lni ochdi. Bu Uyg'urlar uchun bir cho'ng xo'shallik, bir shon-sharaf, bir Amerika grajdani bo'lgan Oqsaroy va Amerikaning qonun tuzish organi bo'lgan Davlat Majlisida tunilgan, Amerika hukumatining bevosita mablag' solgan Erkin Asiya radiosining oliy darajalik Uyg'ur muxbirining bundaq obro'yli mukofotni elishi, Amerika hukumatining Erkin Asiya radiosining Uyg'ur bo'limiga ajratadigan mablag'ning haslab ko'paytirilishiga va Uyg'urlarga beriladigan har xil yordamlarning kengaytirilishiga cho'ng rol o'ynab qolmay, Xitoylarning yolg'on tashviqotini vayron qilib tashlaydi. Esimizdan chiqib ketmasinki, Sharq Turkiston to'g'riliq Uyg'ur xabarlarini ko'z tutganda G'arb dunyosi Erkin Asiya radiosining bergan xabarlarini boshqa Uyg'ur torlari bergan xabarga qaraganda eng ishonchli deb qabul qiladi.
Gülchehraning mukofotga erishishi Erkin Asiya radiosining inovatini media sohasida o'stirib qolmay, barliq Uyg'ur tashkilotlarining va shaxslarning berayotgan guvohliklarining ishonchlik darajasini yuqori ko'tardi. Biz hammamiz Gülchehrani qadrlashga va minnatdorligimizni bildirishga qarzdor. Gülchehraning roli va ruhi Uyg'ur ayollarining Uyg'ur tarixida ko'rsatgan roli va ruhining ixcham ko'rinishi. Uyg'ur tarixida Uyg'ur ayollari Uyg'ur xalqining do'stona, chiqishqoq, xushxuy, yaqinlik, adablik, yesdoshlik, odil, samimiy, savirchan, sodiq qatorliq aloyidliklarini ta'riflab va gavdlantirib qolmay, dushmanlar bilan to'qinish va urushish jarayonida diplomatik, ruhliq, tavakkulchilik, qo'rqmas, jur'atlik, ishonchisi komil, botur, chidamliq, aqlliq, bilimlik qatorliq sehriy kuchlari bilan Uyg'ur millatining shakllanishiga va ilgirlishiga, Uyg'ur erlarining umidvor kurash qilish, jasorat g'ayratini ruhlantirishda halqiliq to'kib qo'shgan va qo'shib kelyapti. Bugungi kunlarda Xitoylarning Sharq Turkistonda elib borgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi kurashlarda bir yurish Uyg'ur ayollar Xitoylarning yomg'irdak yig'ayotgan o'qlarini ko'zga ilmay, Sharq Turkiston xalqini yetaklab, Xitoylarning qo'rg'onlarini vayron qilish uchun eng oldimizda boturlarcha olg'a besib ketib bordi. Men bu yerda faqat ingliz til ishlatadigan davlatlardan bir necha ayollarni misol qilib o'tay. Rabia Qadir xodimdek barliq boyligini va oilasini Uyg'ur millati uchun qurbon qilgan 75 yoshidami da'vo yo'lda harmay talmay, issiq-sovuq demay, kun chiqishdan kun petishgacha topini to'xtamagan, Uyg'urlarni dunyoga tunishtirishda va Uyg'ur da'vosini qilishda tangdosh rol o'ynagan bir Uyg'ur tehi chiqib boqmadi. Rabia Qadirning Uyg'urlarning ma'naviy onasi deb atilishi haqliq. Ruqiya Turdushning odamning yuragini titrtadigan Uyg'urcha nutqlari va qoyil qilish kuchiga ega inglizcha murojaatlari, Roshan Abbosning harmas talmas qadamlari va uchurliq dokladlari, Mehrigul Tursun bilan Zumrat Davudning odamlarning yuragini titrtib tashlagan yig'i aralash ovozlari bilan guvohlik berishi, Maya Mutallipovaning Amerikadagi Boston shaharlik hukumat binosining oldida Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'ini chiqarish murosimasi uchun ilib borgan tirishchanligi, Iroda Qashqarining Amerikadagi kishilik huquq tashkilotlari o'rinlashtirgan yig'inda qisqa lekin mazmunliq va kuchli dokladini jarangliq ovoz bilan berishi va odamlarni o'ylanishga majburlaydigan savol bilan oyoqlashtirishi, Javhar İlhamning o'zining va dadisi İlham To'xtining tunilgan obrazini ishlatib, cho'ng maydonlarda Uyg'urlarning kishilik huquqi dafsanda bo'layotgan ahvollarni tunishtirishi, Aydin Anvarning xuddi 20 yillik peshqadam siyosatchilardek eg'ir besiq va ziyraklik bilan qilgan dalillik va unumlik nutqlari, Nurgul Savutning o'xshamagan ahvol va odamlarga qarab harakatchan siyosat qo'llanib ishlarning ilgari surilishiga kapolat qilishi, Asiya Uyg'ur, Tumaris Almas va Gulshan Abduqodirlarning kuchli qalamlarida tizilgan xatlar va tor suhbatlarda savollarga ravon javob berishlari, nurg'un davlatlarda Uyg'ur ayollarining mardonilarcha guvohlik berishi va namoyishlarda yangroq ovozda shuar to'lishi. Bu xonim qizlar qo'llangan konkret usullarda so'zlarni tanlab ishlatishida va jumlalarni yasab chiqishda farqlar bo'lgan bo'lsa-mu, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun mardona tashlab mangan qadam izlariga va irodasiga hech kim gumon qilmaydi. Bularning jasurona qiyofati jush urib turadigan qaddi qomatiga hamma odam hurmat qiladi va qoyil bo'ladi. Gülchehraning bu mukofotni elishi bizning qahramon va mehribon ayollarimizning shonliq obrazini dunyo e'tirof qilganligini bildirdi. Bir tal qushning qanot qiqishi bilan yoki bir odamning unlik tovlishi bilan kichik bir parcha muz egiz tog'ning ustidan tövanga qarab dumilab, tog'larni g'ulab tushirib etadigan va dengiz shavqindek jahonni qoplaydigan qora ko'chishga aylanib oldidagi barliq to'salg'ularni vayron qilib tashlaydi.
Bu yer jahonni zilzilaga keltirgan g'oyat zo'r qor ko'chishni paydo qilgan narsa bir alohida mo'jiza emas. Dastlabdagi tuvanga qarab dumulab tushgan bir parcha kichik muz. Yo'g'on bir toshni yerish uchun necha odam almishib yuzlagan bozg'on urdi. Bu toshni yarg'an oxirgi urgan bozg'on emas, balki dastlabda urgan bozg'on. Kichik bir tal chumöle, bir polatdek mustahkam dambadan bir janidek tüşük tesse, şu tüşükten çıkan su bağan sırı yoğunab bu dambani buzub taşlaydı. Bu dambani buzub taşlagan ahırkı iştik ekin emas. Dastlabda chumöle teşken tüşükten çıkan janidek su. Yuqorida yezib o'tgan Uyg'ur ayollarining cho'qonlari va ish izlari Xitoy hukumatı Uyg'urlarni qamagan zindonni pochaqlab tashlaydigan ashu kichik bir parcha muz, dastlabda urgan bozg'on, cho'mili tashgan tushuk bo'lib tarixga yozildi. Gulchehra bo'lsa, mushu ayollarning chaqnab nur chechib turadigan obrazdan yetishib chiqqan shonliq namuna. Uyg'ur erlari Uyg'ur millatiga to'xtamay akelgan mag'lubiyat va vayronchilik ichida nomus va nafrat qo'shmoq bo'lib Uyg'ur xalqining normal turmushiga aylangan muhit va sharoitida umidini uzmay, irodasini sundirmay, kayfiyatini uchirmay, psixologiyasiga daxli yetkazmay, xavf xatarni omon esanlikka aylantirib kelgan Uyg'ur ayollari meni doim talvalarcha hayron qoldirib, havas bilan so'zlaydigan qilib qo'ydi. Odam otimiz bilan Havo onamizning yer shariga topini tekkandan beri Uyg'ur ayollaridek bundoq ko'p, bundoq uzun mag'lubiyatga ulab, mag'lubiyatlarning zarbisiga uchrab, umidvorligini uzmagan va irodasini sundirmagan ayollar bo'lib boqqanmi? Qadimdan hozirgacha eng ashaddiy va eng qabih kuch oldida bundoq tamkin va tamtirmay bu kuchlarga udul qarab chiroyi o'ngmagan ayollarni anglab boqqanmi? İnsanlarning qalbi tavrigandan tortib bugungi kunga qadar eng yuksak ustunlar bilan qurollangan va eng asabiylashgan usullar bilan tarbiyalangan zo'rliq kuch oldida erlar bilan mo'riga tirab, ig'ir vazifalarni ustiga ilib, o'limga kulimsirab beqib, mardonlarcha qurbon bo'lishga qadam qo'ya oladigan ayollarni o'qib boqqanmi? Uyg'ur ayollardagi bundaq mo'jizdek aql va jasorat nadin keldi? Yaqinqi 100 yilga nazar salsak, Xitoylar Uyg'ur ayollardagi bu ruhni yo'qotish uchun insonning xiyoliga kelmaydigan askiliklarni qilib boqdi. Lekin Uyg'ur ayollarining shonliq obrazini yo'qotolmadi. Kundan kunga alamdimi, qalamdimi yetishib chiqqan irodalik, botir ayollar oldingi safda kurash qilyotdi. Gulchehra mushu mo'jiza ayollarning bu jafoliq kurashlarni boshlamchilik bilan ijro qilgan vakillik misoli. Gulchehraning bu mukofotni ilishi Xitoylarning Uyg'ur ayollarining irodasini sundirish uchun ilib borgan suiqasdi va hiyla-mikrning vayron bo'lganligini isbotlaydi. Uyg'ur xalqi tarixda sanoqsiz qora bo'ronliq yomg'irlarda qolgan bo'lsa-mu, nurg'un qitim chalı o'lik, yerim jon bo'lib qolgan bo'lsa-mu, daston qilib yozg'idek eg'ir vayronchiliklarga uchrab, illat besib ketgan bo'lsa-mu, Uyg'ur gavdisi nurg'un qitim chak-chagidan bo'silib, pari-pari bo'lib ketgan bo'lsa-mu, Uyg'ur ichida nurg'un qitim parchalanib, turlarga ayrilib, har kim o'z sanimiga dasigan bo'lsa-mu, Uyg'ur xalqi yo'qolmay ko'krak kerib olg'a besib kelgan va hech qanday kuch yo'qotolmagan. Uyg'urlarning bundoq yo'qolmas kuchga ega bo'lishining asosiy sababi Uyg'urlarning tangdoshsiz olamda bir ayollari bo'lgan. Bu ayollardan olgan ruhiy ozuq Xitoylarning Uyg'ur xalqiga elib borgan barliq zulm qirg'inchiligi akildigan qo'rqishlarni vayron qilgan. Gulchehraning oilasida 20 dan ortiq odamni qo'lga olgan bo'lsa-mu, tez bukmay har kuni olamga ovoz to'lqinini to'xtamay tarqitishi, naq mushu ayollardagi ko'tarangi ruh, yuksak jasoratning aks etishi. Bu Uyg'ur ayollar misoli yuqorida so'zlab o'tgan Ruqiya Turdush, Roshan Abbas, Maya Mutalipova, Iroda Qashqari, Mehrigul Tursun, Zumrat Davud,
Cevher İlham, Aydın Enver, Asiye Uygur, Tumarız Almaz, Gülşen Abdükadir, Nurgül Savut, Gülcekre Hoca, elbette Rabia Qadir. Bular quralliq jangchilar emas. Ularning ojiz teni eg'ir qurollarni ko'tarishga yor bermaydi. Ularning zilva qo'llari dushmanlarni belidan tutib tashlashga ojizlik qiladi. Ular vijildab kelayotgan tankka, qurolliq armiyalarni to'solmaydi. Ba'zilari necha bolaning onasi yerim kechida o'rnidan turib bolalarini emitidi. Bir ailəyə tamaq etiş, öylərini tazlaş, kırqatlarını yuyish, narsa kerak setilish, balalarını tərbiyələş, mehmonlarni kutib uzitish qatorliq ishlarni o'rinlaydi. Ularning ba'zilarini 3-4 bal shamol uchirib o'talaydi. Lekin bu Uyg'ur ayollari Uyg'ur qurg'onlarini qurish uchun bir tal kesak bo'lishga, bir ketman to'pi bo'lishga fidokor bo'lgan. Eğir ketmenlerini tutup, igiz dönglerini çapalmasımı, gürcek tutup Uygurlarının yolunu içişka bel bağlıgar. Azap ukubet içinde jığızar destiden alem tevrep ketken Uygur halkıge kol uzatuş için özünü kaynamga atkan bu ayallar uşak ballarını öyge koyup, erlerden işkesi hizmet kılıp, yerip çarçap ketken aciz, zılva mühürüsü bilen Uygur milletinin örülüp düşüvatkan büyük imaretinin tövlükleri bulup tek turdu. Gülçekre'nin Uygur halkının vekili bulup bu mukafatga erişkenliki, Uygur halkının egilmeslikini, tez püküp teslim bolmaydıganlıkını, xoşametçilik kılıp can bakmaydıganlıkını, yamanğa yan tayak bolmay halkının derdige derman bulduğanlıkını, Həmmə tərəf xəvfdə qalğanda cəngvarlıq və heybətlik qəd götürüb turalaydıganlığını, ən rəzil və yavuz güçlərinin təhdid və zoravanlığını yergi uralaydıganlığını, Uyğurlarının müstəhkəm qorğandək çin iradədə ittifaqlıq güçkə aylanalaydıganlığını, Xitay hökumətinin Uyğurlarını qorxutub baş əgdirməkçi bolğan barlıq suiqəst və yelimikirləri vəyran bolğanlığını çakalaydı. Gülçekre'nin bu mükafatını ilişinin en çoğun ehmiyeti muşnundan ibaret. G'arbda mundaq bir dağlıq gap var. Her bir ulug' erning keyinde bir ayol var. Uyg'urlardan ulug' er chiqmag'iniga asrlar bo'lib ketdi. Lekin biz Uyg'urlar nima uchun shunchavala qirg'inchilik, bostirish va ofatlarni orqamizga tashlab ketalidik? Çünkü bizde yukarıda misallap ötkendek cümleden Gülçekre'dek iradilik ve kahraman ayallarımızın mevcutluğu. Kahraman tarixni yaratgan degan so'zning ma'nosi ma'lum davrda ma'lum shaxslar shu millatning taqdiriga zarur va ajallik ta'sir ko'rsatganligini bildirdi. Shu millatning ilgirlishiga, dunyoga tunilishiga, sepining gavdalanishiga, taqdirning xarablanishiga yoki gullanishiga cho'ng rol o'ynagan degan ma'nolarni ichiga oladi. Uyg'ur millatini boshqa millatlar nechqatim vayron qilib o'tgan bo'lsa-mu, yana tik tura olishning sababi bizda nurg'unlagan Gülçekre'dek qahramon ayollarimizning bor bo'lganligi. Uyg'urlar sanoqsiz setilishlarga uchrab, tasvir qilishga qalam ojizlik qiladigan vayronchiliklarga amro bo'lib, to'rt tarafdan qo'rshab va yo'qotishni nishon qilgan ajallik zarbalardan bosh ko'tarolmay asrlar dumulab yiqilib yuribmi, nima uchun yo'qolmadi? Uyg'ur erlardan ulug' odam chiqmaganiga asrlar bo'lib ketgan bo'lsa-mu, har bir odatdagi Uyg'ur erlarining keyinda bir ulug' ayollar bo'lgan. Uyg'ur xalqini tug'ib va ko'ksidan eqib chiqqan sutni emitib, Uyg'ur xalqini millat qilib turgan, Uyg'ur xalqining oxirgi qalbiga yetalaydigan ishonchini berib turgan Uyg'ur ayollari bo'lgan. Uyg'ur xalqi ulug' ayollar bilan saqlanib ratlangan. Gülçekre Hoca mushu ulug' ayollarning tipik misoli. Bu Uyg'ur ayollar Uyg'ur erlari xatarlik deb barmagan yerlarga qadam soldi. Uyg'ur erlari qo'rqib chiqmagan namoyishlarga ko'k bayroqni igiz ko'tarib chiqdi. Uyg'ur erlari o'zini bozorga silib, sharaf inovat tiklash bilan aldirash bo'lganda, bu Uyg'ur ayollar Uyg'ur davosi bilan kech kunduzni o'tkazdi.
Uyg'ur erlarining o'rnida bu Uyg'ur ayollar o'g'il bola bo'lib beliga pota bog'ladi. Gulchehraning Xitoylarning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyoga anglatish uchun ko'rsatgan yuksak niyat va buyuk irodasi Uyg'ur ayollari elib borgan minglagan parlaq nur chaqnaydigan kurashlarning yana bir shonliq misolidir. Her qatam Uyg'ur xalqida bir ümidsizlik paydo bo'lganda, bizning oliyjanob Uyg'ur ayollarimiz umid cho'g'ini pövlab, vatanparvarlik o'tini yalqinlantirib, har qanday qirg'in va bostirish oldida qo'rqmasdan oldiga qarab mangdi. Uyg'ur erlari qanday qilish kerak degan falsafa bilan talash tartish qilib yurganda, Uyg'ur ayollari ishlarni amaliy harakat bilan bijirdi. 2019 yılı 11. ayının 14. günü Gulchehra beshiga alrang yağlıqni chigib, qarranglik garmon yoqtisining ustiga Uyg'urligini ifodalab turadigan hol bilan qizil gul tang giralashgan atlas chaponni kiyib, Sergeyi Magnitsky kishilik huquq mukofotini og'ili sakniga chiqqanda, Uyg'ur ayollarining Xitoylarning batlangan miltig'i oldida o'lsimi tez bukmas jasurona qiyofati jush urib turadigan ruhini dunyoga bayon qildi. Xitoylarning olamda ko'rilmagan, qarashqa ko'zi barmaydigan vahshiyliklarni, suiqasd va hiyla-mikrlarni qo'llanish orqali Uyg'ur ayollarining beshini agmoqchi bo'lgan barliq tirishchanligining vayron bo'lganligini uqtirdi. Gulchehraning ruhi, Nozigulning ruhi, Rizvongulning ruhi, Gulchehraning ruhi, Uyg'ur ayollarining ruhi. Gulchehraning ruhi Uyg'ur xalqining bosh egmas muqaddas ruhi. Bu ruh mavjud ekan, Sharq Turkiston xalqi mustaqillikka cho'qim erishidi. Gulchehraning o'zidan kichiklarga ma'naviy hadisi, o'zidan cho'nglarga ma'naviy singlisi bo'lgan obrazi tiklandi. Amerika, Los Angeles, 2019 yılı 12. ayının 5. günü.